hali ham o'sha trenddagi 3 yil 4 yildan beri trendga chiqqan o'sha shoftoli nima trendga chiqyapti? Bu biliski zo'r, qattiq, tanasida bundan keyin iyunda oxirigacha ham turaveradi, bemalol 1 oy turaveradi. Chidamliligi rosa kuchli. Eksport varianti do'stlar. Ichki bozorda ham do'stlar kamida kunda chiqaryapmiz videoni. 20 ming sotilyapti. Mana, hop buni ham tarozda o'lchab ko'rsatamiz. Endi buni olgan daraxtiga baho beramiz. Mana olgan daraxti. 1 yil ko'chat qilib yonidan sotilgan, mana shu joyda qolingan holati mana. Akalar, yaltirashni ko'ryapsizmi? Juda chiroyli, juda sifatli. Bunisi ham. Mana videoni o'tkazib yormasalar ham hozir sizlarga men yana 5-10 ta daraxtni ko'rsataman. Uzoqroqqa borib olinglar. Endi bunisini ham ko'rsating. Bularni. 2 kilo, 3 kilo, ba'zi birlari 5 kilodan ham meva solgan. Mana. Hammasi deyarli. Mana. Bundan boqilgan. Akalar, 1 yoshli. 1 yoshli. Buni ham ko'rsating. Faqat mana shu navi shu holatda qiladi. Hali o'zimiz eski navlar 4-yil, 3-yil meva kiradi. Bu 1 yildanoq ekasiz, siraq daromadga ketasiz. Endi buni yana videoni o'tkazmay tursalaring, hozir kilosini, grammini o'lchab ko'rsatamiz. Yana olib ko'rsataveringlar, ag'adan olib ko'rsatavering. Mana. Baxt tomonni ham ko'rsating. Liboy shunaqa holatda olgan. Hayvonday o'zimizda shoftolida payvand qilingan. Mana. Mana. Bu shoftolni eng zo'ri aka, rang zo'r ekan. Rangi ham, chidami ham juda zo'r. Mana shu to'xtab bo'ldi. Mana. Buni hozir akalar grammni o'lchaymiz, kalibri ham zo'r. Mana, kalibri 70, 76 yil turba bo'ladi, xuddi o'shanda qo'yib ko'rsalar o'zingizlar ham bilasizlar. Kalibri yirik. Mana hozir tarozini yaqaylik, ko'rsatamiz. Mana hozir grammini ko'rsatamiz har bittasini. Yaqindan olib ko'rsating. 160. 330 pashti. Mana 600 gram pashti. Mana 4 tasi 600 gram akalar. Mana 4 tasi 600 gram chiqyapti. Bu hozir 20 mingdan hisoblasangiz ham 8 tasi do'stlar 20 mingdan to'g'ri kelyapti. Har bitta shoptoringiz 2,5 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Agar bundan 5 gektar, 10 gektar katta yer maydonlariga eksalaring, 1 gektariga 20 tonnadan ziyod beradi. Hozir buni kesib ichini ham ko'rsatamiz. Shoxidan kesing. Shoxidan kesing. Chiroyli. Mana shu yerdan kesing. Turgan joyda. Mana. Yaxshilab e'tibor beringlar. Ichiga rangiga baho berasizlar. Qarshi satib yuboring, bilasiz. Ana. Qattiqligini qarang, rangini. Bu 1 oy tanasida turaveradi. To'g'ri qilib kesayveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi ham juda zo'r. Akalar, kimga shunaqa shtampda bog'lar tashkil qilmoqchi bo'lsalaring, Yevrovoqqa murojaat qilinglar. 99li 782 54 72 deb bo'lsalaring, shunaqa shtampda chiroyli bog'larni ekib beramiz. Bu shtampimiz do'stlar 4 ga 1,5 ekilgan sxema 1 gektarga 2 million ketadi. Telefon qilsalaring, borib yerlarini ko'rib, yerlaringni baltidiga qarab, o'shanga qarab sxemasini sizib beramiz. Videoni yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar. Hozirdan kelib ko'rishlaring mumkin do'stlar, shoptoni. Shu yana 20 kun turadi, 20 kun muhlat do'stlar. 2025-yil 7-iyunda olinayotgan video. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.